Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, o'quvchilar hamda har doim o'z ustida ishlaydigan, o'qiydigan, o'rganadigan insonlar yaqinroq kelib oling. Bu darsimiz sizlar uchun. Demak, boshladik. Siz agar misol uchun qaysidir mavzuda tayyorlanmoqchisiz. Talabalar misolida aytaylik. Sizga berilgan mavzu bor, kitob bor, o'sha asosida tayyorgarlik ko'ryapsiz yoki maktab o'quvchisi. U bo'yicha savollarga tayyorlanishingiz kerak, testlarga tayyorlanishingiz kerak, imtihonga kirishingiz kerak yoki sessiyaga tayyorlanishingiz kerak. Manbalar sizda juda ko'p. Siz misol uchun 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta manbani yuklashingiz ham mumkin va o'sha yerdan sizga tushadigan savollarni oldindan bilib olishingiz mumkin. E'tibor bering, bilib olishingiz mumkin va o'sha asosida tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, men buni yuklab qo'ydim. Tasavvur qiling, O'zbekiston tarixi kitobi. Taxminan 150 yoki 200 betlik kitob. Endi men bu kitob bo'yicha tezroq tayyorlamoqchi bo'lsam, eee, mani vaqtim yanayam tejaladi. Men buni bir boshidan oxirigacha o'qib o'tirishim shart emas. Oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Demak, tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Xo'p, biz bu joyga yozishimiz kerak. Misol, bizga nimalar kerak bo'ladi? 20 yoki 30 tadan oshiq qisqa, aytaylik, qisqa javobli savol bo'lishi mumkin. Demak, yozamiz. Bizga kerak. Yuqoridagi yuqoridagi ma'lumot ma'lumotlardan kelib chiqib 20 ta yokida 25 ta qisqa javobli nima tuzib bersa, bizga test tuzib berishi mumkin. Aytaylik, yokida savol tuzib berishi mumkin. Qisqa javobli savollarni tuzib ber. Xo'sh, bu tuzishni boshlab. Yana bizga nimalar kerak bo'lishi mumkin? Aytaylik, 5 ta esse savol. 10 ta deya qolamiz. Bizga 10 ta esse savol tuzib ber. Yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lumotlardan foydalanib 10 ta esse savol tuzib ber. Demak, bu buyruqni ham beramiz. Bizga yana nimalar kerak bo'ladi o'rganayotganimizda? Bizga 30 ta muhim termin va ularning ta'riflari kerak bo'ladi. Ya'ni ta'riflari kerak bo'ladi. Yuqoridagi yuqoridagi ma'lumotdan foydalanib foydalanib menga eng muhim bo'lgan. Xo'p, qayta yozamiz. Demak, yuqoridagi ma'lumotdan foydalanib menga eng muhim bo'lgan 30 ta terminni va ta'rifini jadval ko'rinishida jadval ko'rinishida yozib ber. Xo'p, bizda yuqorida berilgan savollarimiz bor edi boshida. Boshladik. Yuqoridagi ma'lumotlardan ishonchli 10 ta esse savol, teparoqda savolimiz bor edi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib 25 ta qisqa javobli savollarni tuzib ber. Birinchi savol. Ilk o'rta asrlarda qishloq jamoalari yerlarda yashab, yer va suvdan iborat umumiy mulkka ega bo'lgan erkin ziroatchilar qanday atalgan? Javob: ular kashovarslar deb atalgan. Endi biz A, B, S deb variant berishimiz ham mumkin. Uni ham bemalol tayyorlash mumkin. Ikkinchi savol. Eftallar alifbosi qaysi yozuv asosida shakllangan va nechta harfdan iborat bo'lgan? Javob deyapti. Eftallar alifbosi baxteriya yozuvi asosida shakllangan bo'lib, 25 ta harfdan iborat bo'lgan. E'tibor bering. Bitta kitobdan maksimal nechta savol tushishi mumkin? Maksimal 50 ta savol tushishi mumkin. Maksimal 30 ta savol tushishi mumkin. Undan ortiq tushmaydi. Siz bu manba asosida faqat mana shu savollarga tayyorlanish orqali ham bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Endi bu bitta kitob misolida berildi. Sizda boshqa yo'nalish. Siz talabadirsiz. Siz magistraturada o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin. Siz maktab o'quvchisi bo'lishingiz mumkin. Bilmadim. Eee, balki davlat ishchisi o'z ustingizda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Istalgan manbani bu yoqqa joylab, muhim bo'lgan joylarni tezroq o'rganib olishingiz mumkin. Demak, bizga ishonchli 10 ta esse savol tuzib berish kerak. Birinchisi esse savol,
Ilk o'rta asrlarda ijtimoiy tabaqalanish. Ilk o'rta asrlarda yerga egalik qilish munosabatlarining o'rta ta'sirida dehqon, kashovars va kadivar yangi ijtimoiy tabaqalarning jamiyat va qishloq xo'jaligi rivojiga qanday ta'sir ko'rsatgani haqida ketadi. Va bu savol. Endi siz bunga javob yozishingiz kerak bo'ladi. Demak, esse bu faqat savol beriladi. Eee, umumiy, misol uchun, ma'lumotlar beriladi, siz uni keyin to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotlardan demak, bu xato ketdi. Yuqoridagi ma'lumotdan menga eng muhim bo'lgan 30 ta terminni va ta'rifni jadval ko'rinishida yozib berdilar. Dehqon, kashovars, kadivar, chokar, xudo, bir davlat uchun davlatga. Tak, bozorlarida, shahar va qishloqlarda savdogarlardan maxsuslov deyapti. Demak, buni mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Eftalar davlati birinchi o'rta asrlarning qudratli davlati. 5 asrning yarim o'rtalarida. Xo'p, Ko'handis, Shahriston, Ish, Xoqon, Amir, Iqto, Fath, Xiroj, Ushur, Zakot va bu anchagacha davom etishi mumkin. Siz istalgancha bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Xo'sh, endi bizga kerak muhim tushunchalarning muhim tushunchalarning ro'yxati. Uniyam bizga chiqarib beradi. Endi bizga yana nimalar kerak bo'lishi mumkin? Aytaylik, test tuzib berishi mumkin. Aytaylik, lug'atlarni tuzib berishi mumkin. Maksimal aytaylik, keling hozir sinab ko'ramiz. Maksimal tushishi mumkin bo'lgan savollarni A, B, S formatida yozib ber deymiz. Maksimal tushishi, ya'ni imtihon deylik. Imtihonda tushishi mumkin bo'lgan. Maksimal imtihonda tushishi mumkin bo'lgan savollarni, savollarning 20 tasini, 20 tasini, xo'sh, A, B, S variantlari bilan yozib ber. Demak, bunga buyruqni berib qo'yamiz va tepada so'ragan narsamizni ko'rib turamiz. Muhim, demak, bizga muhim terminlarning muhim tushunchalar ro'yxati kerak edi. Taqdim etilgan tarixiy manbalar har bir mavzuning asosida yotuvchi va o'rganilishi lozim bo'lgan eng muhim tayanch birikmalardan iborat bo'ldi. Ilk o'rta asrlarda davlatchilik va jamiyat, ijtimoiy tabaqalar, qadimgi davlatlar va sulolalar, mahalliy hokimliklar va hayot, xalq isyonlari, xo'sh, arab xalifaligi va Movrun-Nahr, mustaqil davlatlar va mo'g'ullar istilosi, xo'sh, ilm, meros va madaniyat, Amir Temur va Temuriylar davri, 14-15 asrlarda fan va madaniyat kabi muhim bo'lgan, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor ekan. Kelinglar, eng oxirgi formatni ko'ramiz. Maksimal imtihonda tushishi mumkin bo'lgan savollarning 20 tasini A, B, S variantlarini bilan yozib berdik. Ilk o'rta asrlarda qishloq hokimi deb atalgan katta yer egasi qanday nom bilan yuritilgan? Kashavars, dehqon, kadivar. To'g'ri javob dehqon. Eftolar alifbosi, demak bu yoqda yana ketishimiz mumkin. 1220-yilda Xo'jand shahrini dushmandan qariyb bir oy qahramonlarcha himoya qilgan hokim va sarkarda kim edi? Temur Malik, Najmiddin Kubro, G'oyirxon. Temur Malik edi bu. Mana Temur Malik 1238-yilda Buxoro vohasidagi Porob qishlog'ida mo'g'ullar zulmiga qarshi ko'tarilgan xalq qo'zg'oloni rahbari kim edi? Mahmud Tarobiy, Shamsiddin Mahbubiy, Muqanna. To'g'ri javob Mahmud Tarobiy edi. Endi chatda o'zi ham sizga siz misol uchun so'rayotgan, o'rganishni istayotgan maksimal savollarni o'zi ham olib kelib beradi. Misol uchun, sulh ishhidlari va boshqaruv tizimi haqida so'zlab ber. Sharq Renessansi asosidagi asosiy kashfiyotlar nimalardan iborat edi? Islom dini kirib, ijtimoiy tabaqalanishga qanday ta'sir qildi? Degan savollar bo'lishi mumkin. Endi imtihonda savollar
Ya'ni imtihonlarda tushishi mumkin bo'lgan har qanaqa narsani siz bemalol bu yerda tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, oxirgi savolni ham ko'ramiz. Ha, berishi mumkinmi? Ha, berishi mumkin bemalol. Demak, talabalar, o'quvchilar, o'qishga, ya'ni doimiy o'qish istagida bo'lgan insonlar sizlar noutbuk ilmdan bemalol foydalanishingilar mumkin. Demak, qisqa xulosa ham berdi. Bemalol o'rganib olish mumkin. Darsimizni shu yerda tugatamiz. Keyingi darsda yana davom etamiz.